kundan beri nima telefoningizni ko'tarmaysiz? Uzr. Erkakmisiz o'zi? Menga qarang, notariusda qo'l qo'yganingizdan keyin, qo'lingizga pulni berganimdan keyin bir oyda chiqib ketaman dedingizmi? Bo'ldi qiling. 3 oydan beri erta, indin 3 kun puchkun qilasiz aka. Короче, 1 soatdan keyin bo'shatib qo'ylaring uyga. Men tirikchilikdan qolib ketaman, planim bor meni. Otamga baqing. Bo'ldi qizim. Iltimos baqirmang. Bizga yana ozgina muhlat bering. Onasi bo'ldi, aralashma. Menga qarang aka. Vaziyatingizni tushuntirman. Lekin meni ham planim bor. Shundoq ham 3 oy sabr qilib keldim. Yetar. Aka, men bilmayman, 1 soatda bo'shatib qo'yinglar uyga. O'rtoq. Nimaga? Qachongacha mana shunaqa qoplarni tashib, shunaqa ishlarni qilib yurar ekanmiz a? Nimani aytay senga? O'rtoq, kecha bir tanishim bilan gaplashdim. Xo'sh. Onlayn orqali Hop, zo'r biznes qilsa bo'lar ekan. qo'ysenchi, tirikchiligini qilsenchi. Ko'ryapsan-ku, mana bozor ham oldingida emas. Hamma xaridorlar qochgan. Hech kim yo'q bozorda, qara. Oldinlari peshingacha 40 ta kartoshka qop sotardik. Hozir 10 ta qop kartoshka sotsak xursandmiz. Menga qara o'rtoq. Sen bunaqa narsalarga aralashma. Internet to'la firibgar. Tushundingmi? Hammasi bilmadim qatdan nimadir qilib pulni undirish. Shuni dardida. Senchi o'rtoq, firibgar deb o'tiraveramiz mana shunaqa qoplarni tashib. Xo'p, nima maslahat berasan? Nima demoqchisan? Topish kerak. Internetda variantlar ko'p-ku. Ha, hop. Ko'rasan hali. Topaman. Ha. Mana, kelib turing, sog' bo'ling. So'zingizni bersin. Rahmat. Assalomu alaykum. Biz sizni onlayn ishga taklif qilamiz. Vazifalar juda oddiy. Ananas Express havolasiga kirasiz, biz ko'rsatgan tovarlarga like bosasiz va ularni bizga skrin qilib jo'natasiz. Kuniga 2-3 soat vaqt ketadi. Qo'shimcha daromad olasiz. Biz bilan ishlayotgan savdogarlar bir kunda 2-3 million daromad topishadi. Assalomu alaykum. Biz sizni onlayn ishga taklif qilamiz. Vazifalar juda oddiy. Ananas Express havolasiga kirasiz, biz ko'rsatgan tovarlarga like bosasiz va ularni bizga skrin qilib jo'natasiz. Siz topshiriqni bajardingiz. Endi karta raqamingizni yuboring. Biz sizga va'da qilingan pulni o'tkazib beramiz. Ism, familiyangiz va karta raqamingizni jo'natsangiz, biz sizga 50 ming so'm mukofot pulini yuborib qo'yamiz. 50 ming kartanga tushdimi? Zo'r biznes ekan-ku. Ertaga soat 9:00 da yangi ish kuni boshlanadi. Siz undan ham ko'proq daromad topishingiz mumkin. Bir, ikki, uch. Ana! Bitta ishlaymiz. Happy birthday to you. Qani. Ay. Ana. Yana bitta. Ana ishla. Ay, ana. Oy. Ana. Voy, ana. Dig. Asal qizim, baxtli bo'ling, xo'pmi? Katta qiz bo'ling. Sizdan keyin nasib qilsa sizga oyingiz uka olib kelib bersin. Ha? Xudo xohlasa. Menga qarang, asal qizim. Qani? Asal qizim. Endi buni tortda kesib nima qilamiz, qizi? Ham qilamiz. Yeymiz, to'g'ri. Ham qilamiz, ha? Hadi, tortga qarang. Chiroyli, ha? Dilshotam qattiq yuribdigina, vaqtliroq kelsa bo'lmaydimi? Jamshid, o'rtoq. Ha? Internetda zo'r Malibu mashina ko'rdim. 10 ming yurgan ekan. Zo'rku? 10 ming dollar so'rayapti. Olmayapsan. Holati ham yaxshi ekan. Qara. Ish qilib rozi bo'lsa-da, men qara, 10 mingga jentr ham bermaydi-yu. Shuni aytaman-da. Mana shunaqa xabarlar kelib qoladi. Yaxshi mashinalar chiqib qoladi, o'rtoq. Yaxshisi egasi bilan gaplash. To'g'ri aytasan. Hozir Telegramdan yozingchi. Borib sodalash, o'zim bilan ko'rishib gaplash.
10 daqiqadan so'ng ish boshlanadi. Bugun ko'proq vazifalar bor. Daromadingiz oshadi. Men sizni umumiy guruhga qo'shaman. Bugun 2 millionga yaqin daromad topishingiz mumkin. Xabar keldi. O'zi Janubiy Koreyada turar ekan. Xo'sh, Mashinani hujjatlarini rasmiylashtirish onlayn orqali deyapti. gaplashib ko'r. Men qayerdan bilaman? O'rtoq Malibuda tasavvur qilyapsanmi? Yana 10 ming dollarga. Bunaqa mashina yo'q. Bozordan ham topa olmaysan, o'rtoq. Aka, assalomu alaykum. Havola nech pul? Havoni narxini aytasizmi, aka? Vazifalarni bajarishni 20 ming. boshladingizmi? Bo'ldi, mana buni tortib bering qani. Uka olib ketursiz-chi bor. Mayli. Rahmat. Juda ham yaxshi. Hozir men sizni vazifalaringizni tekshirib chiqaman. Tez orada sizga birinchi bonusni Jamshid, taqdim etamiz. o'rtoq, mana qanaqadir havola jo'natdi. Hop. Qara, Yozib qo'yibdi-yu mana. Sizga 100 ming so'mlik bonus taqdim etildi. Siz keyingi bosqichga o'tdingiz. karta raqamini so'rayapti-ku. Xo'yoz, ko'rsatilganlarni. Ana yozib qo'yibdi o'zi. Tez orada sizga keyingi vazifalarni tushuntiramiz. O'rtoq, ish qilib rasmiylashtirib berarmikin? Aldab ketmasmikin? Bilmadim endi o'rtoq. Iltimos, meni tinch qo'yib birpas ishim bor meni. Bor savdoni qilgin. Bo'pti. Hop. Ikkinchi topshiriq. Endi tovar sotib olasiz, 50% gacha bonusga ega bo'lasiz. Siz hech narsa yutkazmaysiz. Vaqtinchalikka tovarlardan birini sotib olasiz. Tez fursatda sizga sotib olingan tovar pulingizni bonuslari bilan qaytarib beramiz. Bu odamlar kim endi guruhga qo'shilgan? Hozir men 83 ming bersam, 200 ming qaytarib beradi o'shanda. Keyin pulim qaytib kelarmikan? Kecha unaqa demagandi-yu. Ishqilib aldalib qolmasmikinman? Tanlov qildingizmi? Unda ko'rsatilgan pul miqdorini shu kartaga o'tkazma qiling. Shu kartaga o'tkazmalarni amalga oshiring. Tez orada bonuslarga ega bo'ling. Guruhdagi savdogarlar vazifani bajarib bo'ldi. Siz qaysi tovarni tanlaysiz? Tezroq javob bering va bonusga ega bo'ling. Hozir 83 ming shu kartaga o'tkazsam, qanchada meni pulimni qaytarib berasizlar? Ha, vaqtinchalik sotib olasiz. Biz ishonchli kompaniyamiz. Bizga ko'p savdogarlardan murojaatlar tushgan va biz ularni savdo tushumini oshirib beryapmiz. Siz hozir bitta tovarni tanlang va kartaga pul o'tkazing. Tavakkal qilib ko'raychi. Bor yo'q 83 ming pul ekan. Ajoyib tanlov. Siz hozir tovarni sotib olish uchun biz bergan kartaga o'tkazma qiling. Bir necha daqiqadan so'ng bonuslarga ega bo'ling. $5 million? Nimaga yechyapti? Nimaga yechiladi? Jamshid! Tavakkal qilib ko'raychi. Bor yo'q 83 ming pul ekan. Ajoyib tanlov. Siz hozir tovarni sotib olish uchun biz bergan kartaga o'tkazma qiling. Bir necha daqiqadan so'ng bonuslarga ega bo'ling. $5 million? Nimaga yechyapti? Nimaga yechiladi? Jamshid! Sabzi nech pul ekan? Bolam, sendan so'rayapman. Ay bolam. Sabzini narxini ayt, hoy. Assalomu alaykum. Sabzini narxini so'rayapman. 83 ming. Uzr. 8 ming so'm onam. Qo'rqitma meni shundaydi. Necha kilo? Bundan 2 kilo, bundan Hop, 1 kilo tortib ber. Soling. Yetadi. Yana bitta soling. Og'irroq bo'lsin. Mayli. Har doim o'zimdan keling, begona Ha. qiling, xo'p? Men sizga o'zim og'irroq qilib Xo'p. beraman. Baraka top. Mana 2 kilo Jamshid, bundan, 2 kilo o'rtoq. bundan, onajon. Mana 5 million pulimni yechib oldi anu maras. Qanaqasiga? Mana havolaga kirdim. Ism familiyamni yozdim. Kartamni nomerini ham tashladim. Kelgan kodni kiritdim. Pulimni yechib oldi. SMS qilib yozishganlarimizni ham o'chirib tashadi.
Senga ishongan edim o'rtoq. Bera qol. Senga ishonib qilgan edim bu ishni. Axir sendan so'ragandim aldamasmikin deb. Rahmat. 2 kilo sarig'idan, 2 kilo qizilidan. Rahmat bolam. Ey bolam. Ha pulingni olmaysanmi? A? Xo'p, sog' bo'ling. Menga qara bolam. Jinursan. Internetda hamma narsaga ishonmagin sen. Eng katta xatoing karta ma'lumotlaringni berganing. Kodni kiritasan, ular seni nomingdan pul ishlatishadi. Endi pullaring ketdi mana. Hey bolalarim, ko'zinglarni ochinglar. Marazlar. Mana bu telefon chiqdi, balo chiqdi. Essizgina ya. Shuncha pula havoga ketdi. Sendan so'ragandim ataylab. Firibgarmasmikin deb. Mana ham ishonni nima qilay? Mana ko'r o'rtoq, firibgar ekan. O'zing topib kelding-ku. O'g'limni maktabiga yig'ib qo'ygan edim. Ertaga to'lashim kerak edi. Men senga o'zim yordam beraman. Qanaqa qilib yordam berasan? Men zo'r ish topdim. Xo'sh. Bugun katta pul tushadi. Xo'p, Siqilma, maktabi ham, bog'chasi ham bo'ladi, hammasi bo'ladi. tushunmadim. Bu nima? Qara. Manba ilova, ko'rdingmi? Menga kirasan, 2 millionlikni olaman, Xo'sh. 4 million qilib qaytarib berish. Guruhdagi barcha savdogarlar bajarib bo'lishdi. Siz qachon amalga oshirasiz? Guruhdoshlaringiz sizni kutishmoqda. Biz sizni qaroringizni intiqlik bilan kutyapmiz. Voy. Kartamda pul qolmabdi-yu. 1 million puling yo'qmi? Yo'q, o'rtoq, hamma pulimni yechib oldi-ku, hozir ko'rsatdim-ku. Allo. Allo, Oysi, Nabi dadasi? shunda kartingda 1 million bo'lsa, tashlab yubor menga. Nega? Tinchlikmi? Gapni ko'paytirmagin. Kechga borganimda beraman. O'zingizni kartingizga? Bo'l, ha. Xo'p. Qarab tur, hozir tushadi. Mana, tushdi. Ko'rding? Qarab tur. Hozir bu kartasiga 2 million tashlab beraman. Ko'rdingmi? 4 million qilib qaytarib beradi. Qarabsanki 1 daqiqada 2 million foyda. Shunda bu pullarni hozir ishlab topdingmi? Qara, kecha 50 ming tashlagandim. Xo'p, Shartlari juda ham oddiy. yaxshi-yu. Bugun 4 million tashlab berishadi. Yo'q-e. Barchangizni tabriklayman. Sizlar endi keyingi bosqichga o'tdingiz. Sizlarga bugun qo'shimcha 70% lik bonus vazifa ochildi. Bu siz uchun ajoyib imkoniyat. Barchangizni tabriklayman. Sizlar endi keyingi bosqichga o'tdingiz. Sizlarga bugun qo'shimcha 70% lik bonus vazifa ochildi. Bu siz uchun ajoyib imkoniyat. Keyingi bosqichga o'tdingiz. O'rtoq, bular ham firibgar, ishonma bularga. Bular ham seni aldayapti. Aniq aldayapti, mana ko'rasan. Bo'pti, men tinchgina pomidor bodiringni sotay. Voy, sen ham tinchgina karomingni sotga qo'y, bunaqa ishlarga aralashmagin. Firibgar ekan bularning hammasi. Qo'y. O'rtoq, qo'y, bo'ldi. Qanaqa bonus ekan bu? Siz barcha pullaringizni yechib olishingiz mumkin. Lekin mega bonus vazifasini bajarganingizdan so'ng biz pullaringizni qo'shimcha bonuslar bilan qaytarib beramiz. Shunaqa bonuslarsiz pullarimni qaytarib berish iloji bormi? Siz hozir buni qilmasangiz pullaringizni qaytarib ola olmaysiz. Biz sizga muhlat beramiz. Vazifani bajaring va bonuslaringizni qabul qilib oling. Boshim og'ribdi-yu. O'rtoq, qarab tur, O'rtoq, iltimos kerak. hop. Mayli, hop. Ey, boshingni og'ritma bunaqa ishlaga. Hop. Nima qilsam ekan, kimdan qarz olsam bo'lar-ekan? Hozir qarz olib pullarimni qaytarib olishim kerak. Juda ham xavfli, qo'rqinchli ish ekan bu. Guruhdagi barcha savdogarlar vazifalarini bajarib, allaqachon mablag'larini qaytarib olishdi. Siz ham tezroq buni bajaring. Biz sizni kutmoqdamiz. Bugungi kun vazifasini tezroq bajaring. Hozir men pul topib vazifani bajarsam, boshqa vazifa berilmaydimi? Xuddi shunday. Bu bugungi kunning so'nggi sharti. Biz bugungi kun ishlarini yakunlab bo'ldik. Faqat sizni kutyapmiz. Hozir men mablag' qidirmoqdaman. Tez orada albatta bajaraman hamma shartlar bilan. Juda ham yaxshi. Biz sizni tezroq vazifani bajarishingizni kutmoqdamiz. Olib keldinglarmi? Bo'l. Telefon qil bo'lmasa. Sayt aka-yu. Tezlashtir. Sayt aka aniq beradilar. Assalomu alaykum Sayt aka. Yaxshimisiz? Tuzumsan? Yaxshi, rahmat. O'z yaxshimisiz? Ko'rinishing yaxshi. Rahmat. Sizdan bitta iltimosim bor edi. Hozir. Assalomu alaykum. Allo, kim bu? Siz Rovidan bezovta qilyotgandik. Rovidan? Ism familiyangiz nima edi? Familiyam Muxtorov. Ismim Sayid. Siz qayerda ishlardingiz? Kafeyim bor o'zimni. Men shu yerda rahbarman. Sayit aka, siz plastik kartadan foydalanasizmi? Ha, albatta, plastikdan foydalanaman.
Siz qaysi bank plastik kartasini ishlatasiz? Hozir bir ko'ray. BRB bank plastik kartasi. Nima gap? Mabodo pasportingizni yo'qotib qo'ymaganmidingiz? Hech kimga bermaganman. Yo'qotmaganman ham. Tinchlikmi o'zi? Sizni nomingizga kredit olinayotgan ekan. Kredit? Hech men kredit olmaganman. 50 million. Qanaqa kredit? 50 million. Qanaqa xushxabar? Boyga aytgan 4 million to'ladim. 4 million pulni o'tkazdim, pulni olib 12 million bo'lib, tez orada shotimga tushadi. Qayerdan topding shuncha pulni? Jinni bo'lib qopsan-ku? Bu pulingni qaytarib bermasa-chi? Qaytarib bersa. Kecha 50 ming tashlab berdi. Ha? Ishonchli bular. Yo'q. Mana qara, guruhdagi hammani olgan pullarini qaytarib berishdi. Hozir mana pullarimni qaytarib olaman, bo'ldi. U pullar qachon tushadi? Biz sizni vazifalarni a'lo darajada bajarganingiz bilan tabriklaymiz. Lekin siz kechikligingiz sababli sizga yana bitta shart beramiz. Shuni bajarganingizdan so'ng pullaringizni qo'shimcha bonuslar bilan qaytaramiz. Jamshid o'rta, yetar. Men bugun 5 million pulimdan ayrildim. Sen 6 milliondan oshiq pulingdan ayrilding. Ya, men hamma pullarimni qaytarib olaman, qarab turgin, buni shunday qoldirmayman. Bugungi kun shunaqa kun ekan. Bo'ldi, to'xtataylik. Ko'rding-ku mana men bilan bo'lgan vaziyatni. Ko'rding-ku hozir mana ukang bilan bo'lgan vaziyatni. Nahotki tushunmasang? Shuncha botganing yetar. Qo'y. Bir-ikki vaqt qiynalamiz. Xudo xolasa o'rnini to'ldirib yuboramiz. Kemaga kira olasizmi? Keling sen. Kartoshka bering. Necha kilo olasiz? Qaysi biridan tortib? Mana shundanmi? Xo'p. Xolasangiz tanlab oling. Xolasangiz o'zim tortib beraman. Mayli, xo'p. Qani? Mana shundanmi? Hozir. Mana qilib. Sizlar meni aldayapsizlarmi? Guruhdagilarning hammasiga pullarni qaytardinglar-ku. Yana kelasiz mendan. Nega menga kelganda pul qaytarmayapsizlar? Nega yana menga shart beryapsiz? Siz guruh bilan birga vazifani o'z vaqtida bajarmadingiz. Shuning uchun sizga qo'shimcha shart berildi. Siz bu vazifani bajarsangiz, barcha pullaringiz qaytariladi. Super mega bonus vazifalari. Maqsam bo'lar-ku. Shuncha pulni qayerdan olaman? Biz sizga muhlat beramiz. Siz vazifani ado etguningizcha sizni kutamiz. Siz buni uddalaysiz. Biz sizga ishonamiz. Ha, akalar, tinchlikmi? Ertalabdan beri telefon o'ynaysizlar. Tinchlikmi? Nima bo'ldi o'zi? Tinchlik ukam. Bu akang yangi biznes boshlagan. Bitta muammosi bor. Qanaqa muammo? Bu ish qachon tugashini o'zi ham bilmaydi. Qanaqa ish o'zi? Pul tashiysan, yana tashiysan, yana tashiysan, oxiri yo'q. Qanaqadir bonuslar bilan olasan deydi, aldiydi. Bizga bonuslar kerak emas, pulni qaytar desak, yo'q deydi. Yana bonus beradi, yana pul tashiymiz. Jamshid aka, oson pul degan narsani o'zi bo'lmaydi-yu. Agar sizdan rostdan pul so'rayotgan bo'lsa, bu biznes emas, bu tuzoq. Ko'zingizni oching. To'g'ri. Yosh bola emas-ku. Qancha tashadilar o'zi? Men bilganim 2 million. Keyin qayerdandir 4 million topib, uni ham to'ladi. Sizga berilgan vaqt tugab bormoqda. 1 soatdan so'ng biz bugungi ishni tugatamiz. Ukam, 10 million puling yo'qmi? Mana ahvol, ko'rdingmi? Hozir yo'q edi. Lekin qarab ko'rishim kerak. Berib tur ukam, iltimos, tez kunda qaytaraman. Xo'p, hozir bir qarab ko'ray. Hozir kelaman. Xo'p. Voy, to'xtat. Jamshid o'rta, bo'ldi, to'xtat bu ishni. Sen pul tashlayverasan, bular senga vazifa beraveradi. Qo'y o'rta, bo'lmaydi bu ish. Sen ham, men ham issiqni issiq, sovuqni sovuq demasdan mana shu yerda qiynalib pul topamiz. Qayerdan ham aytdim senga shu ishni? 1 soatdan so'ng sizdan xabar olamiz. Onlayn orqali ish qilish. Mana bor ekan Jamshid aka. Oh! Voy, Ukam, rahmat. Bu yaxshiligimni unutmayman. Qarab tur, oz qaytaman. voy. Jamshid, oz qaytaman. kallang bormi sani? Kerakli paytda bermaysan pulni. Keraksiz ishlarga berasan. So'radilar, berdim, nima qilay? Hozir endi mendan kalta yeysan. Ko'rib tursan-ku buni firibgarlar aldayotganini. Bugun kechga beraman dedilar-ku, shunga ishondim. Agar bugun pulingni kechga olsang, do'ppingni osmonga otur, uka. Pulingni uxlading, bo'ldi, uxlading, tamom. Qani endi qayoqqa ketdi u? Jin ursin.
bo'lsin deyishu. Juda ham yaxshi. Men hozir o'tkazmani tekshirib, sizga javobini aytaman. Siz barcha bosqichlarni muvaffaqiyatli yakunladingiz. Tizim sizni VIP ishtirokchi sifatida tasdiqladi. Tabriklaymiz. 1 milliard so'm yutuq. Hozirgi holatda sizning umumiy balansingiz 250 million so'm sifatida qayd etildi. Siz maxsus 1 milliard so'm yutuqlik aksiyasi ishtirokchisiga aylandingiz. Umumiy hisobda 2 milliard so'm daromadga ega bo'lasiz. Alo, eshitaman. Assalomu alaykum Jamshid aka. Siz bilan gaplashsam bo'ladimi? Ha? Nima gap, tinchlikmi? Sizni bankdan bezovta qilyapmiz. Sizga kredit taklif qilmoqchimiz. Qanaqa kredit? Juda qulay shartlarda va hujjatlari ham minimal. Hozir men to'g'risi ozgina qiyin ahvoldaman. Tushunaman. Siz ofisga kelsangiz, hammasini bafurcha tushuntiraman. O'ylab ko'rsam bo'ladi? Bo'ladi. Bemalol o'ylab ko'rib, keyin bizga javobini aytib yuboring. Xo'p. Mayli. Hozir. Voy, Jamshid aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Namuncha telefonni ko'tarmaysiz, rosa telefon qildim. Yomon charchadim. Ovqating tayyormi? Ha, tayyor. Afsus. Qaytib ham telefon qilmadingiz. Bo'pti, tezroq chiqsangiz, ovqat suzib turaman. Xo'p. Yaxshi keldingizmi, Jamshid aka? Issig'ida oling. Siz yaxshi ko'radigan ovqat pishirdim. Biz sizni uzoq kutdik. Siz bu vazifani bajarasizmi? Agar vazifani bajarmasangiz, barcha mablag'laringiz kuyib yo'q bo'lib ketadi. Biz sizga ishonamiz. Siz o'z vazifalaringizni tamomlab, o'z daromadlaringizga ega bo'lasiz. Biz sizga ajoyib imkoniyatni taqdim etdik. Siz undan unumli foydalanib, ajoyib bonusga ega chiqing. Jamshid aka, bolalarni bo'yi cho'zilib qoldi. Shunga yozgi kiyimlarni almashtirish kerak. Bozorga olib borsangiz bo'ldi. O'zimiz aylanib olaveramiz. Jamshid aka, kim bilan yozishyapsiz? Shunday yozishib oling. Siz hissiyotlar bilan qaror qilyapsiz. Bu xato bo'ladi. Siz allaqachon eng yuqori bosqichga yaqinlashgansiz. Agar hozir voz kechsangiz, hammasi avtomatik tarzda yo'q bo'ladi. Siz ushbu darajaga tasodifan kelmadingiz. Tizim sizni tanladi. Endi to'xtash hamma narsani yo'qotish degani. Bu imkonsiz. Siz shartlarni buzyapsiz. Oxirgi vazifani bajarmasangiz, barcha mablag'laringiz bloklanadi. Bu so'nggi shart. Shundan keyin darhol to'lov amalga oshiriladi. Siz g'alabagacha bir qadam qolgansiz. Ko'pchilik bu bosqichga yetib kela olmaydi. Siz esa juda yaqinsiz. Diqqat, sizga 3 kunlik yakuniy muddat berildi. Bu sizning oxirgi imkoniyatingiz. Rostdan shu oxirgi shartmi-ekan? 500 millionni o'tkazsam, keyin boshqa shart berishmasmi-ekan? Belgilangan vaqtda vazifa bajarilmasa, hisobingizdagi barcha mablag'lar kuyib ketadi. 500 millionimni 2 milliard qaytarib berisharmi-ekan? Ish qilish oxiri bo'lsin-de. Yozishib bo'ldingizmi? Voy-o, ovqatingizni yemabsiz-u, oling, Jamshid aka. Endi tushuntirarsiz? Kim u? Yozishayotgan odamingiz? Telefonda ish topdim. Onlayn biznes. Yaxshi-ku. Shu. Har xil katta kompaniyalar bilan ishlayman. Sotuvlarni oshiraman. Buni evaziga esa mobaynigina pul berishar ekan. Mana, qara. Oxirgi bosqichdaman. Bu ish qilib ishonchliman. Shu ishni oxirigacha bajarsam, juda katta pul olaman. Qancha? 2 milliard. Rostdan. Voy, zo'r-u. Nega oldinroq aytmadingiz? Men bugun mashinani sotdim.
Nega sotasiz? Bizani mashinanimi? Endi nima qilamiz mashinasiz? Vaqtinchalik. Shu ishni tugatishim uchun. Xotirona. Keyinchalik bundan ham zo'rini olamiz. Bu mashinani qanaqa qiynalib olgansiz? Arendalarni qancha to'lagansiz? Nima qilardingiz sotib? Menga ishon. Bu biz uchun imkoniyat. Shu ishni tugatib oling. Bundan ham zo'rini olamiz, xo'p? Endi uyni ham sotamiz. Nima? Nima dedingiz? Agar bugun pulingni kechga olsang, do'ppingni osmonga otur, uka. Pulingni uxlading, bo'ldi, uxlading, tamom. Qani endi qayoqqa ketdi u? Jinursin. Men siz uchun juda ham xursandman. Men hozir tekshirib sizga javobini aytaman. Jamshid o'rtoq, qo'y, shu ishini to'xtatgin bo'ldi. O'rtoq, men 10 million o'tkazib keldim. 10 million tashlading? Tashladim. Obbo. Nima? Tashladingmi yana? Shartni bajardim-ku. Shu 10 million menga 20 million bo'lib qaytadi. Qachon qaytaradi pullarni? Mana SMS keldi. Siz bugungi vazifalarni a'lo darajada bajardingiz. Endi sizga premium vazifa beriladi. Uni bajarish majburiy. Aytdim-ku senga o'rtoq. Bermaydi pulingni dedim. O'y, ko'zingni och. Hali ham kech emas, ko'zingni och, to'xtat bu ishni. O'rtoq, 50 million topishim kerak. Berib tura olaysan? Voy, jinnimisan, kallang bormi seni? Qayerdan topasan 50 millionni? Mashinam sotib bo'lsa ham, uyimni sotib bo'lsa ham topaman. Bermasang berma. Jamshid, bu yo'lingdan qayt o'rtoq. To'xtat bu ishni. Xona vayron bo'lasan. Hal qarab tur. Hamma pullarimni qaytarib olaman. O'shanda ko'rasan. Sahralashma mana ishim. Ey, Jamshid, to'xta. Shunaqa boyib ketaman, ko'rasan hali. Hech qati urilmagan, qirilmagan, o'zim haydagan mashina. Bemalol ko'rib o'ring. Xolasa ustingizda olib keling. Sizga ajratilgan vaqtimiz tugab bormoqda. Siz yana vazifani o'z vaqtida bajarmayapsiz. Agar siz vazifani yaqin 30 daqiqa ichida bajarmasangiz, sizga yana qo'shimcha vazifa berishga majburmiz. Aka, mashinangizni ko'rdim. Unaqa zo'r emas. Hozir Damasga ham talab unaqa kuchli emas. Shuning uchun 5000 bera olaman. Juda yaxshi, sizni 1 soatdan so'ng kutamiz. Aka, Men gapiryapsizmi? sizga gapiryapman. Ha, sizga Nima gapiryapman. deysiz? 5000 deyman. Ozgina qo'sha olmaysizmi? Ya, mashinangiz u darajada emas lekin. Hozir berasizmi? Ha? Haydang bo'lmasa notariusga boraylik. Borni tanishingiz? Bor, o'ntdi. Haydang qizim, haydayman. Hayduring. Sizga berilgan 1 soatdan 20 daqiqa qoldi. Pullar hal qildim. 49, 50. Tez orada sizlarga tashiyman. Mana, Bo'ldi. agar ishonmasangiz sanab oling. Nasıl sanayman? Sizga ishonaman. Mayli. Bo'pti, omon bo'ling, sog' bo'ling. Biz sizni intiqlik bilan kutmoqdamiz. Siz buni uddalaysiz. Biz sizga ishonamiz. Ishqilib oxiri bo'lsin. Juda ham yaxshi. Men hozir o'tkazmani tekshirib sizga javobini aytaman. Siz barcha bosqichlarni muvaffaqiyatli yakunladingiz. Tizim sizni VIP ishtirokchi sifatida tasdiqladi. Tabriklaymiz. 1 milliard so'm yutuq. Hozirgi holatda sizning umumiy balansingiz 250 million so'm sifatida qayd etildi. Siz maxsus 1 milliard so'm yutuqlik aksiyasi ishtirokchisiga aylandingiz. Umumiy hisobda 2 milliard so'm daromadga ega bo'lasiz.
Said aka, siz plastik kartadan foydalanasizmi? Ha, albatta, plastikdan foydalanaman. Siz qaysi bank plastik kartasini ishlatasiz? BRB bank plastik kartasi. Nima gap? Mabodo pasportingizni yo'qotib qo'ymaganmidingiz? Hech kimga bermaganman. Yo'qotmaganman ham. Tinchlikmi o'zi? Sizni nomingizga kredit olinayotgan ekan. Kredit? Hech men kredit olmaganman. 50 million. Qanaqa kredit? 50 million? Menga umuman kredit kerak emas. Akajon, keling, sizga bir yordam qilamiz. Kartangizni himoya qilib qo'yamiz. Nima deysiz? Ana shundan gapiring. Sizni pasportingizni himoya qilib qo'yamiz, hech kim kredit ola olmaydi. Nima qilishim kerak? Hozir siz telefon raqamingizga kod bor. Shuni bizga yetib olishingiz kerak. Maraz. Menga qara, Sen odammisan, ona tuqqanmisan, ha? Birovni puliga kayf qilmoqchimiding, ha? Odam bo'lmay ol. Mana, hamma firibgar. Yosh bola deb o'ylaydi bu odamni. Sal qoldi, kartangizni pulni yechib olishga. Har kuni kamida 50-55 marta telefon qiladi. Aka, iltimos bilan yoningizga kelgandim. Nima iltimos? Iloji bo'lsa 4 million qarz berib turing. Bugun erta pul kelish kerak edi, kelmay qoldi. Endi ukam, sen unaqa bo'lamasding-ku. Internet orqali xabarlar sotayotgandim. Xo'sh, Shu pul ulg'isha olmay qoldi-da. sen ham shu internetda Yo'q. tez boyib ketish payda emasmisan? Hammasi ishonchli. Kecha ham pul tushgandi. Bu safar kattali summali tovar so'rashgandi. Faqat ertadan qolmasin. Men ol. Meni o'zimga ham kerak. Ha, Bu ishchilarimning oyligi. ertaga hammasini olib kelib beraman. Bo'ldi. Xo'p, rahmat. Xo'p, Rahmat aka. ertadan qolmasin, ha? Hop bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yangi shartga pul tashlayapman. Aloqada bo'lib turinglar. Ana. Ajoyib, biz hozir buni tekshirib chiqamiz va tez orada sizni xursand qilamiz. Siz vazifani to'liq bajarganingizdan xursandmiz. Endilikda siz 12 million 1 ming so'm to'pladingiz. Tez orada barcha mablag'ingizni qaytaramiz. Dilshod o'rta qara. Hammasi o'xshadi. To'xta. Ha? Oldin buni o'qi. Mana, Qani? ko'r. Aka, iltimos yordam bering. Shu kartaga Ko'rdingmi? 5 million tashlab turing. Tushunmadim. Men ukamu? Endi bunisiga nima deysan? Nega sendan so'rayman, meni so'ramasdan? Yaqinda pul bergan bo'lsam. Shunga men ham hayron bo'lib turgandim, o'rtoq. Shuning uchun sendan so'rayapman. Ke o'rtoq, buni qilamiz. Hozir men unga yozaman. Qarab tur hozir. Qancha pul o'tkazib beray? Bu masu, uni kartasi emas-ku bu. O'ziga qo'ng'iroq qil. Emas, qarab turgan. Qil qo'ng'iroq qil. 100%. Kim bo'lishi mumkin ekan, ha? Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ukam yaxshi yuribsanmi? O'qishlaring yaxshimi? Rahmat, yaxshi aka, o'z tuzumisiz? Pul mul kerak emasmi, bobodo? Kerak payt berib turibsiz aka, hozir kerak emas. Ukam, agar puling tugagan bo'lsa, o'zimdan so'ragin, birovlardan so'rab yurmagin. Yo'q aka, men hech kimdan pul so'raganim yo'q. Xo'p, nega unda Dilshod akadan qarz so'rab SMS yozding? Aka, Telegram akkauntimga xakerlar tomonidan hujum bo'ldi. O'zim ham kira olmayapman. Ustiga keluvdim ko'rsatgani. Men nomimdan qarz so'rab hammaga SMS jo'natishayotgan ekan aka. Bo'pti, gaplashamiz. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Xo'p aka, xo'p. Demak, bu ham firibgar, o'rtoq. Qanaqa kunlarga qoldik, o'rtoq? Qanaqa kunlarga qoldik? Endi bu firibgarlar boshqa odamning nomidan ham pul so'rayapti. Marazlar. Kimga qanaqa qilib ishonishni bilmaydigan zamon kelib qopti, o'rtoq. Sal qoldi aldanishimizga. Bo'pti, qo'y uni. Senga xushxabar qara.
Qanaqa xushxabar? Boyga aytgan 4 millionni to'ladim. 4 million pulni o'tkazdim, pulni olib 12 million bo'lib, tez orada shotimga tushadi. Qayerdan topding shuncha pulni? Jinni bo'lib qopsan-ku? Bu pulingni qaytarib bermasa-chi? Qaytarib bersa. Kecha limit tashlab berdi. Ha? Ishonchli bular. Yo'q. Mana qara, guruhdagi hammani olgan pullarini qaytarib berishdi. Hozir mana pullarimni qaytarib olaman, bo'ldi. U pullar qachon tushadi?